Yaxshi niyatda uchastka solgan aka-ukalarimiz uchun suvoq qiladigan ustalardan nomeradini topib qo'yganman. Farg'onani buvaydasidan usta akalarimiz. Aka devorga bitta qo'ying provilan. 2,5 metrlik provilamiz bo'ladi. Ovozini eshityapsizlarmi? Suvoq bo'lsa shunchalik bo'ladi, ustani ham haqiqiy tajribalisi bo'ladi. Mana buni qaranglar. Hozirgi kunda 1 metr kvadratini birinchi etaj bo'ladigan bo'lsa, aka qo'ying mana bu joylarga. Birinchi etajga 40 ming so'm, ikkinchi etajga bo'ladigan bo'lsa 45 ming so'mdan. Mana bu tarafdan ham ko'rsatamiz, bu yoqdan ham ko'rsatamiz. Akalarimiz zo'r qilib savollarni qilib bergan. Mana shunday tortma tiyagalariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 1 metri 130 ming so'mdan qilib beryapti ekan. Mana bu tagidagi o'yinchog'i alohida, bu ham 130 ming so'mdan. Mana bu derazani chetiga qilinganlari kelishilgan holda kvadratga hisoblanar ekan. Lazerga ham ko'rsating burchaklarini deganlarga uyning ichini ko'rsatamiz. Juda ham idealni qilishib qo'ygan. Akalarimiz burchakka yoqishib qo'ygan. Abo yopishtiradigan usta akalarimiz ham gulini guliga qo'yib yopishtirib duo qilib ish qiladigandan bo'ladi. Idealni suvoq qiladigan ustalarni topib qo'yganman. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda bo'ladi.